Tordaşlar, yaxşımısızlar? Bugün azırak ortaklaşaylı. Yakından beri xelicik öz küçüğü tayinip işleyimiz degan kızcaklar bolsun, yigitler bolsun, agadiler bolsun, cık özlerininki azırak olsunmu başkalarla ortaklaşarak bazen derslerini, noktalarını ivetipti. Şu an ben bu doğrusu azırak toxtalay. Sayıplık bilen, yani tikimçilik bilen şugullandıran kızlar, maşin ağallar yoki maşini burundan tartib işiltib baqqanlar mındaq tavsiyelerini o'tirib qo'yibdi. Birinchidan, ba'zan bir mashinada ko'riladigan ushaq kashinlarni YouTube'dan izlanib turib yasig'ili bo'ladi. Cho'ng kashili chiqmaslar, ushaq kashinlarni asosiyatan YouTube'da ashunga tushuntirishlar bor, yasig'ili bo'ladi debdi. İkinci, yana bir qarindoshimiz debdi. Fatih bozorida, Çarşamba bozor degandek bozorlar bor. Shu bozorlarda raq savdosi qiladiganlar bor. Eng oxirgi ozroq qolgan purushmi emas, xili bir narsa chiqqidek raqlarni arzon bahoda setib yuradi. Shu raqlarni setib olib turib, ba'zan mahsulotlarni ishlab chiqarg'ili bo'ldi debdi. Andan keyin men bu yerda bir qanchasininki taklifini dey. Eğer çoğun külemde nas tikip setiş yoki bir işler qo'lingizdan kelmasimi, uşaq tikimchilik bilan shug'ullanib turibmi, kirim qilg'ili bo'ladi ekan. Masalan, qizlarninki rezinki o'tkazilgan bir bantiklar bor, chashqa ishlatadigan. Shuning atlas yo'galgini, obolarni har xil kichik uşaq raqlarni elib, shuni zakaz qilib qilganlarga shuni chiqarib bersak savdo shunday yaxshi bo'lyotidi deganlar bor bo'ldi. Andan keyin ba'zilar dedi kiyim kechaklarningmi kichik bolalarning kiyimi shunday oqidi, o'zimiz tikimiz, erlarimiz berib sotadigan ashtaq bor 10 dan 15 dan kiyim kechak kichik bolalarning kiyimlarini tikib qo'ysak necha kun birdamda setilib ketadi, bu yaxshi kirim deb ashuni tavsiya qilganlar bor, burundan boshlab shu sodini qilayotganlar. Ba'zilari mashinalarni yengiladi, chunki mashinalarning ovozi bek ovozliq bo'lganligi uchun masalan xo'lim qo'shnilarning ta'siriga uchirdik deb qilganlar. Shular hammasi rahmatini aytganlarni shu yordam qilganlarga hammasi evatib berdik. Buni ham to'g'ri chiqarib bu cho'ng bir ishmi emas. Shuning uchun to'g'ri chiqarishimiz hajotsiz deb o'yladim. Ba'zilari shunda ig'ir gaplarni qilganlar bor, sen toqatmisan, toqat qilganlar, toqatsiz sening puling bo'lmasa deb turib. Lekin men Uyg'ur millati, sana o'xshash millatdan. Lekin men Uyg'urning o'rnidan turib ketishini xohlayman. O'rnida yetib qilishini xohlamayman. Boshqalar ko'zga ilmaydigan bir millatlar qatoridan sanalib qilishni qat'iy xohlamayman. Shuning uchun Uyg'urning qo'pishini xohlayman, tinmay da'vat qilaman. İsmi yo'q, jismi yo'q, rasmi yo'q, mundaq xildagi odamlarningki g'ayri inkoslarni yozishi, g'ayri dostonlarni yozib ketishi, u faqat shu shirkatlarning xo'jayinlari ish qisayotidi, sodimiz yaxshi bo'lmay qoldi deb. Shuning uchun bu eliq tilab kelgan narsani taqdirganga bir so'rin bo'lish kerak-da o şirketlerge. Şu sorunun xo'jayinlari hozir tinmay andaq mundaq uni parvoyin palak mitmi qilmaymiz, lekin atrofimizdagilarga til tekkizib lavz gaplarni yezishing odamiylikning qanchalik nacharligidan derak bera. Sizlar agar tilab yetayotganlar, yana davomli tilab yetishni xohlaydiganlar, siz o'zingiz o'ylab beqing, sizni ko'zga ilmaganlik uchun tilab yetkazasiz. Siz bir tilamchi. O tilab kelganini sizga parchalab turib beryotidi. Yanchig'i cho'ng qismi qoladi, sizga beradi o'yla qizlar. Sadiq qatorda. Agar millatni so'ygan bo'lsang, o'rnidan turg'izishga yordam bersa. Talay shu turmalarda yetib qolganlar hajab shularning holidan xabar olmaysa. Nima deb shu tilab kelib ashlarni tizib o'ltirib shularga bersa o narsalarni ba'zan bir qiyinchilik valla oldinga bosib bermaysan o. Boshuna savol qo'yib beqing. Lekin
tilep yegenge qaraganda o'rnidan turib ketib, o'zininki halal mehnati bilan yashashga tirishchalik ko'rsatib, ozroq yetmay qolgan yerga boshqalardan yordam so'rash, u ayrim bir ish. Ba'zan bir turmalarga yetib qolgan bolalar bor, shularningmi holidan "ha-u" deyishib o'ltirib, tilmaydigan, ham o'z mehnati bilan yashayotgan bolalar tirishib, "hada ma turmadan chiqadiganqa ma bolaga munda ishdi, mani qanday qilamiz" deb turib maslahat so'raganlar bor. Maslahatga yordamda qo'limizdan kelishicha yordamda bo'ldik. Sababi ashumi Uyg'ur. Vatanning sirtida chiqish yo'lingiz bor. Faqat tirishmadingizlar xolos. Nima uchun siz ishlayolmaysiz? O'sha yo'rgangan qizlarning ichi jiqlar asos qismi yo'rgangan qizlar ishlab ketdi. O yo'rganganingiz uyingizdagi shu zakaz mallarni ulgurtib berishingiz bilan nima taqishidi? Hech qanday taqashmaydi. Voy bolalarimiz bu narsaga chiqilib qo'ymasin, ma narsaga chiqilib qo'ymasin deb başlaq desam, men ishni aytib qo'ymay, bolalarim o'ynaydigan yer ayrim, buni kichik bir nimada biz balkonda ashtaq tikib tayyorlab berma deb turib videoga evatib qo'yibdi. Bizmi ashlarninki bozorni qilib beraylik dedik. Şu çaş bantikleri, atlasdiki, her xilni tayyorlasangiz, chashning orasiga o'rib, bunda qildigan atlas bunda jipchilarni tayyorlasangiz, bizmi alaylik deb turib dedim. Bu shu to'g'risida izlanay deb boshlaq deganlar bor. Ba'zilari nima yashanganlarning holidan xabar oldiganda masajga ishlatadigan, uvulashga ishlatadigan saymonlar kerak demiş. Gollandiyada neçe inimiz, Mayıl Alimcan, yana bir alim Tursun, o yana anankin Adil Tursun, anankin Alim Tursun deb başka bir devletdeki bala, muşlar hemmisi, her birisi öz aldığı aşındaq yardımlarda boldu. Ama Allah rahmetimni bildirdim, lekin aşılarımı nemi sebepten kıldı? Sınırlar var, neçimiz birleşip durup kılgan, ödedin çıkanlar var. Ularning ismini aytmasammi? Biz maqsadimiz nima Uyg'ur turib kelsin, birisi bo'lsin o'ziga tayansin dedik. Lekin chiqish yo'li izdansangiz, mayli tikimchilikdimi, ushaq bir tijoratdimi, jambaqil bo'ldigan shunday yaxshi ishlarni ko'rsatdi. Turklar kelib akitdi, uydan ishning oldidan akitdi. Yetdim demamay ishladik, mana qarang muncha pul bo'ldi deganlar bor. Tirishbaqsangiz bir gap bo'ladi ekan, nima deb yetib olsiz bilmadim. O yo'rganligingiz hargiz sabab emas ishlamasligingizga. Uydimi ish yakab berib, ishni shunda vaqtida o'tkazib bersang, vaqtida bunday qilsang, kiyim kechakning tijorati shunda yaxshi Turkiyada. Ba'zan bozorlarda ishlatadigan kiyimlarning jipini elib etish, o'lchamlik ba'zan yerlarga diqqat qilib maniki sifat o'lchami qanday bo'ldi degan shundoq ishlargacha barka taga akab bergan aniki jipini elib etadigansiz tikish jarayonidagi ba'zan bir chaplashib qolgan narsalarni marka chaplab bir har xil ishlar barka jon beqishdan nima ish qilmaysizlarki men bilmadim. Aşağı berib shunday qilish shuncha sizni amaliyot sizni g'ururingiz tagsi bo'ladi shuchu. Sizni ko'zga ilmaganlar uchun shunday qiyinchiligim bor deb o'zingiz shu shundoq bir odamlar qatorida bo'lib qolasiz, sanalib qolasiz. Yaxshi emas-da u. Sizga sadaqa berganga qaraganda sizni o'rningizdan turg'izib ketadigan yordam bergani yaxshi emasmi? O'ylab beqing. Anadagi ba'zilar debsizlar. Xitoy konsulining oldida namoyish qilsin bo'lib turdim. Xitoy konsuliga siz o'zingizning Xitoy fuqarosi ekanligingizni aşağıya berib demisingizmi, nim bo'la? Boshqa yerlarga borsanglar bo'ladi, Turkiyaning boshqa bir ko'chalarida qilsangmi bo'ladi. Yomon gap emas u. Voy men Xitoy fuqarosi deb davransanmi, pasportingni almashtirib olsa, bir muncha yettiq jo'z beribdi ustal, obdan yeb chiqibsizlar. Xongbo deganni toza etib beribdi. İzzatlasanlar bu mamda bo'lgandan keyin boshqalar ko'nglimiz ko'tarmadi, adam munda bo'ldi, qarang. Munda bo'ldi deydi. İzzatlasanlar mamda dedim, nima u yondan aşağı berib, eg'inab yetib, o qilishinglarninki.
siz ishini sirtidilar xudodan qo'rqadigansiz lekin uyga kirgandikinlar degan moshunda olib ketirgansiz dedim man ba'zanlaringlarning ovozlaringlarni misha qo'yib qo'yay desam nima hojat debmi qoldim oyi ishingni qila go'rga kirsang men bilan bir go'rda yotamding dedim. Eğer uykunuzu açsanız bəzən nəsələr toğru xatalığa mişən işləsiniz cavabınız çıxıdı. Mən işkimni tillığınım yox. Ma xata. Biz aşı zimindən ilgisi olğanlığımız üçün ziminimizdeki davasını qılaylı, ilgi çıqaylı. 71 yıl söyülüp yürgen davanı bir kötürep ilingla Uygur'un xalqı dep turib davatımı. Vətəndə nim bovatı sizin sırtı işqanaq dədiniz yox. Yalğandan şu qo'saq aç, bütün dünya tilamchi bo'lib ko'rangicha nima darding bor desa qo'pib ko'rsatsan o'zingni darding nima shu vatandagilar bilan ko'rishish bo'lsin mayli nimalar desang opam nerda opang bilan ko'rishib bo'ldim nima opang nerda deysan do'yingdi degan voy nay yana yolg'ondan hamma ey ko'rinib tursa hammani chiqirib bu yer nay baza bo'lib ketmasin ishimizni qilaylik deyotganligimiz uchun o'shing tepasanglar bo'ldi. Ba'zilarni sen cheqib turib kirgizib borsa, chunki o'zi ishlab jon beqiyotganlar aşı Xitoy konsulluğu bormaganligi uchun shularni cheqib kirgizyaptim. Ay bir muncha pulga achiqildi yosh bolalar. Nomusni bilsang bo'ladi aslida. Voy o'zinglarni voy biz degan voy siyosatchi deb hey siyosatchi degan uchun kinishkisi bo'ladi. Qarapaq avu YouTube'dimi ba anadagi Google deb bir narsa var şunun üstüde aniq yoziqlar kimni ismini kirgizsangmi ma tijoratchi ma palon maktabda o'qigan ma siyosatchi manda o'qigan deb chiqadi hech qanday bir nima yo'q baytimani so'rab chiqib man siyosiyon desang g'idig'i keladi bir xizmatga o'rinlashmoqchi bo'lsinmi bir odam nima kasbda o'qiganding nima ish qilganding nima ish qilolaysa deydi odam siyosatchi siyosiyon deganga o'zang baho beribla o'qibla bir nima qilibla ustoz tutqanlar ey bizda degan siyosiyon shunda jiq millatini o'ynaysa boshqa millatni emas xitoydan ayrilmay xitoyning quchig'ida o'ltirib turib da'vo qilyapsa xitoyni tillaysa xitoyning yanida o'ltirgan xoinga til tekkizmaysa mumkin emas chunki ashlardan olgan yegan narslaring bor odam degan uyqusini echib turib bir xatolikni 71 yil davomlashtirmaydi o'zgartirdi tijoratnimi yaxshi bo'lmagan tijoratni boshqa tijoratga almashtirib bugun chopon sotgansan oqmagan bo'lsa ati ko'sar sotsang bo'ladi-ku ish kiyim sotsang bo'ladi nima aqsi shuni qildigan gap bu da'vo degandimi ey o'zingning nishoningmi yo'q nima ish qilayotganingni bilmaysan shu tijorat odam degan bir ahli o'shi bilan savol qo'yib baqidi mav 71 yil mushtaq yuribdiki palonchilar yerga kirib ketibdi endi qanday qilamiz yana 71 yursak bizmi kirib bo'lamiz allamaqachon yerga deb bolalarimiz singib ketadi boshqa davlatlarda deb onangning tili bilan emas vatandagi onangni eslab baq psixikamiz shunchalik nachar bo'lib ketdi deb turib jiqla deydi ba'zilar to'g'ri chiqarib qo'yganlarmi bor psixikang qancha yil kor qila abay bir inim ashla deb yevropada chet elda jiq bolalar hozir shunda ko'ngilsiz bu hayot bizga kerakli hayotdek emas bo'lib qoldik ajoyib bir qilib qoldik o'zimnim keraksiz his qilaman deganda undan demanglar tirishqinimiz tirish baqayli hammamiz tang turib ketsak boshqacha bo'ladi biz maqsadimizni uqtamay yurib ekanmiz mana chiqil necha yil bo'ldi lekin maqsadimizni uqtirayli maqsadingizni uqtamisiz haq shu rost och qolgan millat o'xshaydi rost xitoyni shu tayoqni yeb qo'yibdi uningda boshqa hech qanday dardi yo'q ekan demasin dardimizni anglatayli deb bir muncha gap qilishdim o'ylab beqing dardingiz nima sizningki onam nerda dadam nerda birman nerda yanchug'unliq pul xo'ngbolar kirib turgan yana birim bo'lib turgan nimang nerda yolg'on gap qilma ey ishni itib kechdi ko'zingni yumgan vaqtingda o'zingni alday olamsan boshqalarni aldaysan o'tirg'i chiqib
Senin çoğunların mening çoğunlarım emas dersen o'ltirib voy bu bizning çoğunlar da'vodagi çoğunlarimiz davadagi sening aldamchi da'volaringdagi çoğunlaringga men hergiz uningga cho'qinmayman ularga. Mening derdim vatan. Mening derdim erki qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'urning dardini anglatish. Hech bo'lmaganda sirtkilar o'qish kerak. Mush qarindosh millatlarning orasida jiqlar savol qo'ydi. Ba'zilar ostiga kirib beliq mazlarniki ostiga yozsa oshlarni degan tillab bo'skaytib dadam tossangmandir. Ey, nima bo'lmasin xalqning bir tuprog'i bor. Bizning tuprog'imiz qo'limizda emas. Sen o tarix o yalgandım ötep ketkendi ming so'zlasangmi, o sandıba sanaqda yo'q bir tarix aylanib qoldi. Sandıba sanaqda yo'q bayroq chunki o'zing ko'tarmaysan uni. Vatanga tiklayman deb turib kurash qilmagan ekansan. Xalq seni sanabmı qo'ymaydi. Uyg'ur, Turkiya, yani bir musulmon deb qo'ygani bilan. Shu manqangni yiqitib yurganli bir millat. Uningdan boshqani nimani uqtading deb baqaman, anglab baqay. Ticaret degan vahşi rivojlangan dava ticareti. Andaki xalqni tillaysa. Xalqning ba'zan siyosatchilarni tillab qo'yib kelsa, masalan, Turkiyaning o bu deb turib. U o'zining davlatining manfaatiga to'g'ri kelganda nima so'zligiz kelsa, u o'zining ishi. Lekin o biz uchun ovoz qo'yish shart emas. Sen nima o'zing uchun ovoz chiqarib baxmiding? Anadagi xalqning moyilligini keltirib turib, men uchun ovoz chiqarmadi desang, xalq nima des? Nari xalq bizning dardimiz yetmagan xalqning dardining orqada yugurib yursang, manqon eqitib kash qusqim ich qoldi desang, xalq ko'zga ilamdi seni. O doğu birinchini ondaq qilamiz, bundaq qilamiz derken shunda g'idig'im ketganda haq nimalarni o'qiganki haq siyosatchimikan haq advokatmikan manda bir qarab yiqib o'zim bir kilolab baqaman kilolab yiqib anadagi so'zlayman desang bo'ladi. Haqni tillamay o'zing bir nima ish qilding ash Turkiyada 71 yil tilab yepsa ko'chada vahbi tijorat o'rni shular. Onundan başka hiç nima yo'q. Uyg'urlarni setib yeyish, Uyg'urlarni setib yeyish. O'zingning binolaringni haqqa shu ijaraga berish kimga? Uyg'urga ijara bersa. Onundan başka hiç nima qilmay o'tirib, nima ish qilsa da'vo deb yolg'on deysizlar. Yolg'onchiligingni men deganligim uchunlar tugishib ketyapsa. Xumdan dazing va. Chunki sen yolg'onchi. Sen Uyg'urni tilamchilikka yitlavatsan, yitlading ham o'zing shu tijoratdan ro'naq topding. Öydisi öy, tijoratisi tijorat, binodisi bino. Eriq talla bozorlari akab ketganni setivatgan narslaringlar. Shu. Bütün Yevropaning bütün boshqa yerlardan yig'ib Yahudilarning tashkilotlaridan yig'ib o'ltirib qilib ketgan tijoratinglar. Ya yaq mo'q yep bo'lib oqiga o'rilib tillaydi. Haq tekshirib kelsa mayli yolg'on tijoratingni bilib rasvo olib ketdinglar, gap qilay desa, voy bo'ldilar, shuni qilasarang. Rasvo olsang o'zingning yuzingni to'ksa deyman. Sizlar ashi haq tilab akaganni yemanglar. Boshqalar, ey, yeganginingga, shu kiyinishingga, shu taqturingga hurmating bo'lish kerak. Halal yeb, yatsang yuzing yo'riq bo'ladi. Ballarını əgəşdirib aşağı soğuzub tillab tıqa ballarını. Ey balan nima? Mağmaysan o deb tillğan avazlarınlar videoluq. Hey. Ma işləvatqanlar bir-biringlarga yardımda bulunlar qaram. Yeni şu ma tikimchilikki sodasiga qadam qo'yganlarga azroq olsunmu burunqilar yordam qilinglar. Masalan, tijoratning epi qanday qilsa qayoqda kerak oqidi, nima oqidi degandek narsalarga o'sha deb bersanglar, ayrimxonada men ashlarga yetkazib qo'yaman. Tirishayli, Uyg'urni so'ysang, Uyg'urni qo'pqizsa o'rnidan. Anandikin vatan deb qo'pish kerak. O'zingdan eshingan chaqda anandikin boshqaga yordam qila olaysan. O bekar özümüzün derdi yetmegandek o palandı pokurnularga aralashmasanmi. Bizning vatandagilarmi Uyg'urlar musulmon. Hech kim ularga yordam qilgani yo'q. O'zing yordam qilmayotsan, musulmon qo'g'da berdi deysa, ya. Arab qo'g'daydiganlar bor, o'zini yetib oshidi. Biz eng bechora millat.
Özümüzmü özümüzge yordam qilmaydigan bechora millat. G'ururingni dastlab turib nima ish qilyapsa o'ylab baq. Xalq sening g'ururingni dastlab turib pul deb yeyotidi. Sen o'zingni o'zing xorlayapsan uning ustiga. Yaxshi bir o'ylab beqinglar. Shu bir-biringlarga ey chopininglarni ko'tarib nima ish qilsizlar? Ash tang tilamchilik tang yeyotganlar bizni tillaydi. Tilamchilik qilma desak tillaysizlar. Cho'qim o tijoratinglar buzilib ketdi. Ankaş Kürtlerge xotin qilib beriyotgan ba'zan qizlarni. Anandan şu Suriyaliklarga ular bu yerga nechinchi xotinlikqa bediklik qilayotgan ayollar. Qo'lingni tat, nomus qil, o'zingning millati ol. Shunda bir yuqori ma'lumotli qizlar mashina bir nechalarning nechinchi xotin ranglik so'rin bo'lib ketdi, Xitoy konsulining oldi deb qo'ygan bo'lsa deb. Ular mening qizim emas, mening singlim emas. Lekin içim ağrıdı. Ağrısı mı özünü öz hürmetlemeyen insanlara nime deyme. Aşında bir toy qılmagan jigitler tursa aşlağa tegmey aş 4-nji 5-nji qilishni özünün ko'ngli kütese men nime dey dedim. Maxsus tem qilib so'zlagan bo'lsangizlar. So'zligim yo'q dedim. Özünün ko'ngli pes adamni qabul qiladi. Bunisi aniq. Uyg'urni so'ysang, Uyg'urga yordam qil, qo'yib ketsin o'rnidan. Nomus qilinglar, nomus qilinglar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi, erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb qo'pidi. O'zing tursang, boshqa odamdan yordam keladi. Allohdan yordam keladi. O'zing qo'pmasang, o hech kimdan og'rinishimizning o'rni yo'q bizniki. Xitoyning ishigining oldiga berib yetib olganini o'ylab beqinglar, ey. Xitoydan faqat ayrılgısı yo'qlar, hamda Xitoyning ishigida ashundaq o'ltamiz bo'lmaydi o'zini ma'lum qilib. Rahmat sizlarga.